Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun bizda 163 mingta obunachisi bor kanalimiz sotuvga kelgan. Xo'p, tayyor kanal, pulini ishlaydi. Statistikasini ko'rsatib o'taman hozir. Statistikamiz xo'p 22 ming, 20 ming, 17 ming mana shunaqa holatda prosmotr bo'lyapti uzun videolarga nisbatan. Shortslari ham bor ekan shekilli. Shorts lekin haqiqatan 6 million, 4 million asosan shortsga mo'ljallangan kanal ekan. Xo'p, pul ishlaydi, tayyor, hamma yo'g'i joyda. Kanalimiz oxirgi oyda 5 million prosmotr bo'libdi, lekin 25 dollar topgan. Sabab nima? Sabab shortsga do'stlar YouTube ko'p pul to'lamaydi. Shuni hisobiga 25 dollar kam pul topgan. Xo'p, yoki ko'p videolarda pul ishlatsam yonmagan bo'lishi mumkin. Lekin katta ehtimol bilan bu shorts ko'p prosmotr bo'lgani hisobiga to'laydigan summasi kam do'stlar. Men kanal narxini qimmatroq qo'ymoqchi edim, fikrimdan qaytdim. Demak, arzonroq qo'yamiz. Xo'p, 163 mingtalik kanal tayyor pul ishlaydi. Endi buni staj bor odam bo'lsa, masalan, uzun videolar qo'yib to'g'rilab olsa bo'ladi-da, asosiysi pul ishlaydi kanal. Eng asosiy narsa shu. Ko'pchilik pul ishlaydigan, tayyor cho'tki kanal kerak menga deydi. Mana marhamat, tayyor pul ishlaydigan kanal. Xo'p, AdSense'imiz 2023-yildan beri ishlaydi. Mana ko'rib turibsizlar. Tayyor AdSense'imiz bor, ichida 17 dollar puli ham bor. Xo'p, pinkod, soliq, poliq hamma yo'q tayyor. Prosta tak vizalarni qo'shib qo'yasizlar, bo'ldi do'stlar. Xo'p, damlarini beraylikchi. Baribir tekshirib sotgan yaxshi, chunki bir marta shunaqa aldab ketishdi. Shuning uchun vizani qo'shib ko'ramiz sizlar bilan birga. Agar yaxshi bo'lsa, demak, men ayta olaman, bemalol qo'sha olasizlar deb. Qani, hammasi joyida. AdSense, full AdSense, kanal to'liq pul ishlaydi. Sizlar qiladigan ish nima? To'lovni qilasizlar, kanalni beramiz, viza kartalarni qo'shib qo'yaman, bo'ldi. Ishlatib yuraverasizlar. Faqat endi albatta bunday kanallarga do'stlar staj kerak. Xo'p, do'stlar, realni aytganda men kanal narxini 1,5 ming dollar qo'ymoqchi edim. Sabab pul ishlaydigan kanal, hamma yo'g'i bor, AdSense, hamma yo'q cho'tki, 1,5 qo'ymoqchi edim. Lekin fikrimdan qaytdim, chunki daromad sal kamroq bo'lgan hisobiga, oylik daromad kamroq bo'lgan hisobiga 1380 dollar qo'yishga qaror qildim. 1380, 120 dollar skidka qilyapman. Konkret oladigan odam bo'lsa, Telegramdan aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. 99lik 791 32 32 do'stlar. Telegram nomeri. Faqat Telegram, telefon qilmanglar faqat, tushib bo'lmaydi. Faqat Telegram orqali aloqaga chiqsanglar, batafsil holatda gaplashamiz do'stlar. Xo'p, auditoriyasini ham ko'rsatib o'tayim. Auditoriyamiz asosan O'zbekistonda, shuni hisobiga shortslarda daromad kamroq. Endi buni masalan olgan odam, masalan, shortslar sal yashirib, staj kerakda baribir. Staji bor odam bo'lsa, eplab ketadi. Staji yo'q odamga tavsiya qilmayman. Staji bor odam bo'lsa, marhamat olinglar, maza qilib ishlatinglar. Kanal narxi 1380 dedimmi? 1380 dollar. Konkret oladiganlar bo'lsa, kelishamiz do'stlar. Telegramimizga yozasizlar. Salomat bo'ling.